Toshkentda 1995-yilda tug'ilgan fuqaro Instagram ijtimoiy tarmog'iga joylangan videoga izoh yozgani uchun 22 million so'mdan ortiq jarimaga tortildi. Aniqlik kiritilishicha, 2025-yilning aprel oylarida huquqbuzar erkak Instagramdagi videoga ommaviy norozilikka chorlovchi fikrlarni yozganligi aniqlangan. Fuqaroning telefoni ashyoviy dalil sifatida olingan. Joriy yilning 14-yanvar kuni Bektemir tumanida o'tkazilgan sayyor sud majlisida ushbu holat yuzasidan ma'muriy ish ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi tomonidan 1995-yilda tug'ilgan huquqbuzar O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201-1 moddasi, ya'ni qonunchilik hujjatlarini bajarmaslikka yoki buzishga omma oldida da'vat qilishlik nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 60 baravari miqdorida, ya'ni 22 million 500 ming so'm jarima solindi. Huquqbuzarga qonunga ko'ra jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etishning soddalashtirilgan tartibda unga jarima solish to'g'risidagi qaror bo'yicha 15 kun ichida jarima miqdorining 50% yoki 30 kun ichida jarima miqdorining 70% ixtiyoriy ravishda to'lagan taqdirda u jarimaning qolgan qismini to'lashdan ozod qilinishi tushuntirildi. Hurmatli fuqarolar, bugun ko'pchiligimiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanamiz. Agar million jarimalar to'lashni istamasangiz, izohlarda qonunga xilof bo'lgan so'zlarni aslo yozmang.